Nima, restorandan olib, restoranga sotamizmi? Unda nima foyda qoladi? Amunda arzonroq sexdan olsak, ustiga qo'yib sotsak. Ha, aytgancha. Nabira muborak bo'lsin sizga. Qanaqa nabira? Voy, Lena o'g'il tug'di. Vohli tug'ib qo'ydimi? Hozir to'g'riga yuramiz. Anhorga tashlab bormaysizmi? Yo'q. Anhor yo'q bu yerda. Ko'zingni ochma. BBC xabarlardan bexabar qolsan-da. Bugun dadam bilan oyimga romantika uyushtirdim. Oyimni xursandliklarini ko'rsang. Hali hech qachon bunaqa xursand ko'rmagandim. Xotin tuqqani aytsammikan? Bilsa oldiga chopib borsa kerak. Ha, aniq boradi. Aytmayman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bugun uchrashuvga chiqasan. Chiqmayman, oyi. Agar senga ona kerak bo'lsa, chiqasan. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Gapiring. Nima ko'rsatmoqchi edingiz? Sovuq gapira qoling. Malikaxon, hushingizdan ketib qolishingiz mumkin. Boshimni qotirmang. Ko'rsatadigan narsangizni ko'rsating, bo'lmasa men erimni yoniga chiqib ketaman. Chiqib keta olmaysiz. Buni qayerdan oldingiz? Buni topdim. Bu narsa Photoshop emas. Bilasiz, a? Men-ku bilaman. Lekin cholimga programmada qilingan deyman. Befoyda. Men nima desam shunga ishonadi u. Har bir sevgini hamchi chegarasi bor. Malikaxon, bir kun o'sha cholli ham joniga tegasiz. Sizni joningizga tegmadim-ku. Hali ham ortimdan yuribsiz. Men seni ortingdan yurmayapman. Qasdimni olyapman. Men seni chaqirmagandim-ku. Bilaman chaqirmaganingizni. O'zim keldim. Nima kelding? Yalingani keldingmi? Yo, menga loyihani sotmoqchimisan? Sizni qutqargani keldim. Sen avval o'zingni qutqarib ol. Meniki ahvolim yaxshi. Lekin seniki odam havas qiladigan emas. Lekin men unaqa deb o'ylamayman. Qo'yningizda ilonni kattasini saqlab yurganingizdan xabaringiz bormi? Kimni aytyapsan? Kimmi bo'lardi? Nazokatni. Uni asli ismi Umida. Keyin Malikaga aylantirgan ayolni aytyapman. Aljirama. Nazokatga tuhmat qilma. U juda hokisor ayol. Mana shu hokisor ayol sizni bir kun o'ldiradi. Shuni aytmoqchi edim. Siz esa menga umuman ishonmaysiz.
Chunki u sizni ko'zlaringizni ko'r qilib bo'lgan. Yolg'on yashiqlari bilan boshingizni aylantirib olgan. Ha, turmushga chiqmaganman deganmidi? Ha? Aldagan. U shu paytgacha 5 marta qonunan turmushga chiqqan. Balki undan ham ko'pdir. Bizni bilganimiz shuncha. Dadasi. Bu qiz pul topyapman deb bunaqa kech kelishi menga yoqmayapti. Ha, pul topadigan odam kech keladi-da. Pulni pulga uradi. Har kuni yuragimni hovuchlab o'tirar ekanman-da. Bu qiz qachon kelar ekan deb. Menga qara, bo'ldi endi, vahima qilavermagan endi. Yo'q, dadasi. Bunaqa kech kelishni yig'ishtirsin. Repetitorlik qilmasi menga yoqmayapti. Nega tushunmaysan ey? Axir u ham kimdir bolasiga yordam beryapti-yu. Savobi tegyapti. Shu borayotgan oilasi bilan tanishib kelsak bo'lar ekan. Hop. Nima desang shu. Qil Zarinaga telefon. Ayt. Sen olib kelgani o'zimiz boramiz de. Ha, o'sha odamlarni ko'rib kelsa yaxshi bo'lardi. Kimlar o'zi? Nima ish qilishadi? Kasbkori nima? Bo'l, ovqatingni yeb borib kelamiz. Qo'ng'iroq qilmaymanmi? Ha, qil bo'lmasam. Xo'p. Bari yolg'onchisanlar. Nazokatni mendan ayirmoqchisanlar. Xo'sh. Yaxshi. Ishondim ham deylik. Lekin isboting bormi? Qani isbot? Aytib qo'yay. Mingta rasm bersang ham ishonmayman. Yaxshi. Sizga isbot kerakmi? Isbot kerak. Qani turing o'rningizdan. Turing. Oynadan pastga qarang. Tura qoling. Marhamat, ko'ring. Nima deb o'ylaysiz? Bular bir-birini qayerdan taniydi? Ha? Nimalar haqida gaplashayotgan ekan? Ular ish bo'yicha gaplashayotgandir. Yo'q. Mana bu videoni ko'ring. Mana do'stlarim, biz hozir ayolim bilan
Baxtli onlarimizni belgilab, sayri sayohatga chiqdik. Farzandlik bo'lsak, farzandlarimiz ko'rishadi. Bu tarixiy daqiqalar. Nima qilasiz? Olmang, bo'ldi. Voy, nima qildi? Ha, ayolim bo'lsang. Mayli, endi kerak emas. Voy vo. Namuncha nozlanding? Sevganimsan-u. Oling. Qani? Olingchi. Bismillah. Xo'sh, sizga kim yordam berdi? Hamma seni sotdi. Birinchi bo'lib Singiljoning. Voy yaramasang. Shirinlikni ham o'xshamaganiga u sababchi. Bitta komandamiz deng. Xo'sh, keyinchi? Hammasini bilishing shartmi? Albatta. Bilib qo'yganim yaxshi-da, ichimdagi dushmanlarim. Ular seni do'stlaring. Sen xursand bo'lishing uchun harakat qilishdi. Avval o'g'ling bilan maslahat qildik. Zo'r. Keyin mana shuni tashkillashtirdik. O'sha kuni yarash kuninglarga biz xalaqit berdik dada. Hech qisi yo'q. Oying o'zi shunaqa. Restoranda joy gaplashib keldim. Oyimga surpriz qilamiz. Men senga 18 yosh bo'lamanmi? Qo'ysenchi, unaqa yoshlardan o'tib bo'lganman. Oyimga kutilmagan sovg'a bo'ladi. Xarajatni ham o'zim ko'taraman. Mayli, gaplashib ko'r. Avval ssenariy tuzamiz. Qanaqa ssenariy? Oyim bilmasliklari kerak. Kutilmaganda bo'lsa boshqacha bo'ladi. Mayli. Xolamni ham ishga solaman. Pishiriqlari o'xshamaydi. Keyin ishlamayman deb uyga boradilar. Keyin siz ularni asablariga tegib restoranga olib kelasiz. Olang ko'nmasa kerak. Opasiga o'lgudek sodiq-u. Dada, siz xo'p deng, men ko'ndiraman. Mayli. Bo'pti. Xo'p. Voy, Farhod telefon qilyapti. Ko'tarchi. Alo. Xola yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farhod yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Oyim siz bilanmi? Ha. Men bilan? Qarang, men bilan nima haqida gaplashayotganingizni oyim bilmasinlar. Ha, xo'p. Bo'ldimi? Gapiravering, eshityaptilarmi? Tinchlikmi? Ha, dadam oyimga uzuk sovg'a qilmoqchi edilar. Gul berib, surpriz qilmoqchi edilar. Xullas, oyimni amallab jo'natish kerak. Hozir men sizga nima qilishni aytaman. Tushundingiz-a? Xo'p. Bo'pti, o'zlariga aytib qo'ying. Xo'p. Xola, sizga ishondim. Ehtiyot bo'ling. Yo'q, bo'ldi. Xo'p. Bo'pti. Nima gap, tinchlikmi? Nima dedi? Tinchlik. O'zi shundoq telefon qildi. Sizdan hol ahvol so'ragani. Voy bolam bechoraga. O'zimga telefon qilsa bo'ladi-yu. Telefon qildi. Negadir telefoningizga tusha olmabdi. Yaxshi. Opa, uyga bormaylik. Ko'chalarni ozgincha aylanaylik. Negadir uyda zerikib qolyapman. Kuyovingiz komandirovkaga ketgan. Jiyanlaringiz ham kech kelishadi. Shunga biroz ko'chalarni aylanaylik. Mayli. Sen nima desang shu. Hamma ishlarni Nozima tayyor qilib qo'ygan.
Shunaqa qilib, ota bola menga surpriz qildinglar. Yo'qdimi surpriz? Uddaladinglar. Qani, desertdan ham bir ko'raylikchi. Qani? Lekin men bu shirinlik uncha o'xshamabdi. Men pishirgan shirinlik 1000 marta yaxshi chiqqan edi. Juda mazali, menga yoqdi. Birinchidan, shakari o'ta ko'p. Ikkinchidan, kremi ham, xamiri ham ko'p. Boshlandi. Senga o'zi nima yoqadi? Ha, shunaqa dedim nozik. O'zim pishirgan shirinliklar yoqadi. Bo'pti, yemasam ber, o'zim yeyman. Bo'pti, mang. Sizga mana shu, mana. A, Ha? Nega to'xtadik? Men hozir dadamga ovqat olay, tez chiqaman. O'g'lim hozir ancha o'zgargan. Ingliz tilidan IELTS olmoqchi. Tinmay o'qib yotibdi. Zo'r-ku. Va nihoyat o'qishga qiziqibdi. Bu uchun dadamga rahmat. Uni menga tarbiyalab berdilar. Kattalar qarashmasa, ota-onalar bolalarga qarashga qiynalishadi. Xudo xohlasa, shu yil 11 ni bitiradi. Uchuvchilar maktabiga olib boraman. O'g'lim hali katta samolyotlar minadi. Ilohim, shunaqa martabali yigit bo'lsin. Meni undan umidlarim ko'p. Sen o'tirib tur, men hozir. Xo'p. Xo'sh, bunga nima deysiz? Yolg'on. Hammasi yolg'on. Bularni hammasi sun'iy intellektga qilingan. Hozir bunaqa narsalar ko'payib ketgan. Meni bu bilan aldolmaysan. Yaxshi. Mayli, buni sun'iy intellekt deylik. Lekin hozir oynadan qaraganlaringiz ham sun'iymi? Nazokat yaxshi ayol.
U mehribon. U avvaliga yaxshi ayol bo'ladi. Mehringizni qozonadi. Ichingizga ilondek kiradi. Keyin bo'lsa sizni bor budizdan ayiradi. Unga sizni joningiz emas, pullaringiz kerak. U o'z rolini juda ham qoyilmaqom o'ynaydi. Men sizdan xafaman. Nimaga havasiz xonim? Xonangizda katta seyf bor. Bo'lsa nima qilibdi? Qayerga borsangiz ham o'sha og'ir seyfni o'zingiz bilan ko'tarib yurasiz. Seyfning ichida nima bor? Menga ko'rsatmaysiz. Kalitingizni doim bekitib yurasiz. Qani bonu keling. Sizga bir surprizim bor. Yana Keling, qanaqa surpriz? Mana. Bu kalit. Bu seyf. Qani bir ochib ko'ring-chi. Bular hammasi haqiqiymi? Haqiqiy. Surprizingiz shumidi? Shu. Mana, Qalay, yoqdimi? yaxshi. Muzeyga kelgandek bo'ldim. Ha, ish qilib. Xazinani qayerdaligini aytib qo'ymaganmidingiz? Yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Meni hech kim aldolmaydi. Demak, tuzoqqa tushib bo'lgansiz. Sodiq aka, sizni yana qancha aldab yurish kerak? Afzal. Nazokatni fosh qilish senga nima kerak bo'lib qoldi? Nimaga o'zingdan o'zing mehribon bo'lib qolding? Siz hali ham tushunmadingizmi? Siz menga ustoz deysiz. Mana bu yerim achishgani uchun aytyapman. Sizdan ko'p narsa o'rgandim. Mayli, gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin sizni dushmaningiz emas, do'stingiz ekanligimni tushunasiz. Jahon, Labbay. buni yo'qot ko'zimdan. Yo'qot. Yaxshi, o'zim ham ketaman. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Gaplarim ta'sir qildimi? Ha. Juda ham asabiylashyapti. Yaxshi. Demak, otgan o'qimiz nishonga tegdi. Bu yog'ini ko'ramiz. Endi bu yog'i sizga bog'liq. O'zingiz sekin tushuntirib qo'yasiz. Mayli. Sodiq Turg'unovich, ahvolingiz yaxshimi?
Nahotki u meni aldagan bo'lsa, Bo'lishi mumkin. hozir kimga ishonishni ham bilmayman. Ikki dushmandan ham bir xil gap eshitdim. Afzalam, Rahmatam bir xil gap gapirishdi. Rahmatga-ku ilgarilari ishonmaganman. Lekin Afzal meni aldamaydi. U doim rost gapirgan. Xo'sh, endi nima qilasiz? Bilmadim. Ichimda bittasi rost bo'lsa-chi, bittasi yolg'on bo'lsa-chi deydi. Shef, buni ichmang. Tushunmadim. Nimaga? Opa choyga nimadir qo'shib beryapti. Nima qo'shib beradi? O'ziga o'rgatuvchi, bog'lantiruvchi modda. Xavotirli joyi yo'q. Bu hamma ovqatga qo'shiladi-ku. Nima deb o'ylaysiz? Oshqozoningizdagi o'simta qayerdan paydo bo'ldi? Aynan mana shu modda onkologiyani qo'zg'atish xususiyatiga ega. Ya'ni rakni chaqiruvchi modda. Yo'q-e. Sen bularni qayerdan bilasan? Men bu choyni laboratoriyada tekshirtirdim. Nima deding? Ha. Doktorning bergan aniq tashxisi bor. Jahongir, sen bu ayolni iziga tushasan. Kim bilan uchrashyapti? Qanday yolg'onlarni to'qigan? Hammasini bilib kelasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bor. Nahotki bu ayol meni aldagan bo'lsa, ko'zimga tikilib turib, menga xiyonat qilayotgan bo'lsa, nima uchun? Qaysi aybim uchun? Nima uchun? Nima sababdan? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Kasalxonaga hamma keladi. Hammilani ininglar buzilib, qimirlab qoldinglarmi? Oyog'im ostida o'ralashingiz shunaqa jonimga tegdi. Shu ezg'ilab tashlasammikin, a? Meni ezg'ilaguncha o'zingizni qutqaring. Bu yog'i pishib qoldi. Chol mendan hech qachon voz kechmaydi. Ko'ramiz. Siz bu yerda ming'irlab menga teng bo'lguncha borib xotinchingizdan xabar oling. Oilangizni tiklang. Hamma o'zini oilasini o'ylasa bo'lardi. Agar uni oila deb bo'lsa. Rahmat. Maslahatingizga amal qilaman. Bu safar maslahatim kor qilmasa kerak.
Oling. Mana shu kelayotgan jumada nikoh o'qitamiz. Hali juda erta. Avval suddan ajrim kelsin, keyin Yo'q. U senga hech qachon ajrim bermaydi. berguncha kutaman. Ahmoqlik qilma. O'z g'ururingni ham yerga urmagin. Men u uchun emas, o'zim uchun kutyapman. Qo'ysangchi, ko'ngil uzib ketolmayapsanmi o'sha eringdan? Ha, o'sha. Meni bolalarimning otasi. Bo'ldimi? Menga dadang aytdilar. Hamma erkaklar xudbin bo'ladi. Erim ham, dadam ham, hattoki siz ham. Hammasi o'zini o'ylaydi. Nikoh o'qitiladi. Dadangning aytgani bajariladi. Yaxshi qol. Keling Banu. Afzal deganlari paydo bo'lib qoptimi? Ha, meni ko'rgani kelibdi. Yana tuhmatlar qilib, bir balolar to'qib ketdimi? Yomon ayol 5 ta eri bor deyishdim. Ha, bir nimalar dedi. Dedi. Men e'tibor bermadim. Itakilida karvon o'tadi. Qo'yavering. Boyim. Ularning gapiga ahamiyat bermabsiz. Nimaga kayfiyatingiz yo'q bo'lmasa? Biroz charchadim shekilli. Mayli. Unda yotib dam oling. Men ham boray. Ha, bir narsa so'ramoqchi edim. So'rang. Qaysi uyda turibsiz? Menikidami yo o'zingiznikidami? O'zim uyimda. Men sizsiz uyimizga bora olmayman. Tushundim. Shunaqa deng. Buni nimaga qovog'i soliq? Bir o'zimni kechasi jo'natmasdi, haydovchi bilan yuborardi. Bir balo deb cholni boshini qotirgan bo'lar. Boyim, choy damlab beraymi? Yo'q, shart emas. Doktorlar kechasiga choy ichmang deyishdi. Mayli, siz erta turib keting. Mayli. Biror narsa kerak bo'lsa, telefon qiling. Hop. Ketaveraymi? Boring. Labbay Sodiq Turg'unovich. Jahongir, kasalxonaga tez qayt. Tinchlikmi, nimaga? Uyga borib kelamiz. Bir narsani tekshirib ko'rishim kerak. Tushundim. Hozir ortga qaytaman. Tezroq bo'lgin. Xo'p bo'ladi. Sodiq. Soddaliging sen bolani bir kun boshingga yetadi. Ko'ngli bo'shlik qilib, xazinani ochib ko'rsatamanmi? Bu hayotimdagi eng katta xato edi. Oxiri baxayr bo'lsin. Shu soddaligim boshimga yetmasa bo'ldi. Banu.
Nazokat. Nazokat. Xo'sh. Ichkarida nima gap? Menimcha nishonga tegdi. Chol asabiylashib turibdi. Nazokatni kimligini bildimi? Asl basharasi ochildimi? O'zini ishonmaganga soldi. Ammo ichidan nima o'tayotganini o'zi juda yaxshi biladi. O'zingizda nima gaplar? Bu shaytonning urg'achisini ko'chada ushlab turishim mo'zi bo'lmadi. Nega endi? G'aybul aka, katta rahmat sizga. Siz yordam bermaganingizda qo'limizdan hech narsa kelmasdi. Ish qilib, rejamiz amalga oshsin-da. Oshadi. Ertaga ma'lum bo'ladi. Bu nazokat deganlari uncha-bunchaga tutqich beradigan ayol emas. Mana o'zlari nahotki xonimcha ketyaptilar. Bu ayol bemalol yurishini qarang. Cholni mol-mulki shuni qo'lida bo'lsa kerak. Agar chol bunga bosim qilsa, hech nimasiz qolishi aniq. Shuning uchun ham shoshib qoldi-yu. Xo'p, aka nima qilamiz bo'lmasa? Ketdik. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Pasportim top-toza. Zaks yo'q. Bu sizni sadoqat bilan kutganim ifodasi. Bilaman gulim, sizga ishonaman. Siz Bonu men uchun yaralgansiz. Bonu, borim sizniki. Nahotki nazokat meni aldagan bo'lsa, pasportini to'g'irlatgan bo'lsa. Yo'q. Menimcha u yaxshi ayol. Hammasi meni asabimni tiyish uchun qilingan o'yin bo'lsa kerak-a. Nahotki Jahongir ham ularga sotilgan-a? Qachondir hammasi oydinlashadi. Ana o'shanda ko'ramiz haqiqatni. Sodiq Turg'unovich, tayyormisiz? O'tir. O'tir. Senda gapim bor. Eshitaman. Nozima, yaxshi bo'ldingmi qizim? Ha. Boyagidan ancha yaxshiman. Oyjon, nimalar bo'ldi? Aytib beringlar. Men aytmay sen eshitma deydi-yu. Ayta qoling, ichim qizib ketdi. Buncha chiroyli. Dadajon, siz olib berdingizmi? Vau. 40 yilda bir marta berdilar. Qo'y. Har yil olasan-u. Voy, qanaqa har yili? Aldamang endi. Rosa yarashibdi oyijon. Rahmat. Ha, oyi. Nimalar bo'ldi? Aytib beringchi bir. Syurprizimiz o'xshabdimi? Ha, o'xshagani ko'rinib turibdi-yu. Oyijon xursandlar. Bo'lmasam hammamizni bir qator qilib terib qo'ygan bo'lardilar. Qornim och bolalar, ovqatlanaylik. Bolalar, men bugundan boshlab o'z-o'zimga so'z berdim. Faqat kulib yuraman. Xudoga shukr. Ura!
Ilonni zahri asalga aylandimi deyman, ha? Uyimizda ilon men emasdim-u. Menga qara. Sen Anula bilan mabodo tiling bir emasmi? Yo'q. Nega unaqa deyapsiz? Yolg'on gapirma. Nimaga bo'lmasa? Afzalga yetaklab kirding? Uni o'zi kiraverishda turgan ekan. Bilib qo'y bola. Agar sen ham u tarafda bo'ladigan bo'lsang, men seni kechirmayman ham, ayab ham o'tirmayman. Sodiq Turg'unovich. Men sizni tuzingizni yeb, tuzlig'ingizga tupuradigan emasman. Yaxshi. Bo'lmasa bu yerda kim o'yin qilyapti? Ana shuni anglolmayapman. Yoki mana bu kasalliklar meni aqlimni qara qilib qo'ydimikin? Avvallari tez aniq fikrlardim. Kim yolg'on gapiryapti, kim o'yin qilyapti? Hammasini ajratib olardim. Endi bo'lsa galavani uchini topolmayapman. Sodiq Turg'unovich, meni fikrim sizga qiziqmi? Agar sizga qiziq bo'lsa, gapiraman. Bo'lmasam, gapir. Bu yerda yagona o'yin qilayotgan Nazokat Botirovna bo'ladi. Sizning dushmanlaringizni 2 barobar ko'paytiryapti. Nahotki men shuni sezmagan bo'lsam. Yo'q. Nazokatni qo'ldan kelmaydi bu ishlar. Unga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Shundaymi? O'zimdan ham ko'proq. Chunki siz u ayolni sevasiz. Sevgi ko'zingizni ko'r qilgan. Oyjon, kulish sizga biram yarashadi. Rahmat qizim. Baxtli ayolgina chiroyli kuladi. To'ppa-to'g'ri. Va nihoyat. Shu gaplarni, shu paytlarni ko'radigan kunlarim keldi-yu, ha? Ha. Hammasi uchun rahmat sizlarga. Arzimaydi. Sizga rahmat. Oyijon, doimo mana shunaqa kulib, baxtli yashab yuring. Rahmat bolam. Yaxshiyam borsizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Oyjon, menga rahmat yo'qmi? Senga nimaga rahmat aytishim kerak? Sizni keliningiz bo'lganim uchun-da. Voy yana. Voy. Qayoqqa? Sizga tashqariga chiqish mumkin emas? Toza havoni aylanib kelamiz. Buning uchun doktordan ruxsat olish kerak. Doktoringga borib aytib qo'y. Tashqariga chiqib ketdilar degan. Nega tushunmaysiz? Buning uchun men gap eshitaman. O'zim aytaman, bor ishingni qil. Mushtumga qiz bo'lib turing menga. Aql o'rgatasan? Men hozir doktorga xabar beraman. Bor ayt. Nazokat, oladiganingni olib bo'lding. Yetar endi. Vaqtida bu yerdan ketishim kerak. Menimcha Afzal kirib hamma sirimni aytib chiqqan.
Cholni rangi bekorga o'zgarib qolmagan. Bularni qanaqa qilib olib ketsam bo'ladi? Pullar hal qilishim kerak. Yana bir kunim bo'lganda ularni kartamga o'tkazib olgan bo'lardim. Ertaga-ertalab bankka borib, kartamga o'tkazib kelsamikin. Kallam qursin. Nimaga shuni vaqtliroq qilmadimmi? Ertaga 9 dan bank ishlasa, 11 gacha hammasiga ulguraman. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Nazoket opa. Yaxshimisiz? Zulichka jonim, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Nima xizmat opajon? Ha, menga ertangiga bilet kerak. Yo Istanbulga, yo Kiprga. Xo'p. Qanaqasidan bo'lsin? Qimmatroq bo'lsa ham mayli. Biznes klassdan. Faqat ertalabdan emas, xo'p? Xo'p, tushundim. Siz uchun topaman. Rahmat jonim. Kartangni tashlasang, pul jo'natib boraman. Xo'p bo'ladi. Keyin biletni tashlab qo'y. Xo'p, mayli. Rahmat. Bering buni. Oyi? Uyalmasdan kevoldinglarmi? A? Menimcha-chi. Oyimni bilib qolishgan. Shunga ketyaptilar. Nimani bilib qolishgan? Nimaga xotiningni oldida har baloni gapiraverasan? Siz bizdan qutulasiz. Niyatingni qara, niyatingni. Kravatingizdagidan bir ikkita pachka tashlab ketsangiz yaxshi bo'lardi. Joyini ham biladi.